Rels qila olmaysiz. Hop, marhamat aka. Mana qarang. Mana uzumda mana uzayotganini ko'rib turibmiz. Yashik bor, mana. Qop ko'radi. Ha? Endi mana buni qarang. Bu kechikyapti. Kechikyapti. Ha, bizga mana shu tez olib pishish kerak. Bo'ldi. Bunga endi xudo xolasa Swisgrow'da tezlashtiradigan, ranglarini o'ziga keltiradigan superka. Hop. Ranglarini, qattiqligini, shirasini ham keltirib beradi. Ha. 10 litr suvga 20 gram qilib qo'yib sepiladi. Agarda uzumi yirikligi kelmagan bo'lsa, potensiyalni qo'yib sepsa ham bo'ladi. Endi qarang, apparatda sepish kerakmi yo botirish kerak? Yo'q, apparat sepish kerak. Apparatda baylari bilan qo'shib sepiladi. Demak, tana bilan, baylari bilan qo'shib aralashtirib sepiladi. Bizga o'sha qulay. Purkat. Ha, texnikalarimiz bor, apparatlarimiz bor. Purkat sepiladi. Xo'sh, agarda uzumni yirikligi kelib bo'lgan bo'lsa, superka qizartirish kerak bo'lsa, superka bilan bioenergiya degani bor. Swisgrow'ga. Ha. Bioenergiyani O'zbekistonlarniki ham bor, qo'lda ishlayotganlari ham bor. Bioenergiyani Swisgrow firmasiniki bor. 2 kilo bir-biriga bilan qo'shiladi. Qo'shib bunga sepadi, superkani yanada kirishib ketishini tezlashtirib beradi. Xo'p, qayerdan olamiz? Namangan bo'yicha bo'lsa, mana hozir Oqiljon bor. Ravstonda do'kon. Ravstonda. Oqiljonda bor. Mana Oqiljon Chustda Bahodir akada bor. Bu yerda Oqiljonda bor. Ha, demak, hurmatli bog'bonlar, Bahodirjonni ham Chustdagi nimasini bilasizlar, vit aptekasini, Ravstondagini ham mana ko'pchilik mana biladi. Demak, buni tezlatish kerak. Tezlashadi. Juda yaxshi tezlashadi. Hozir boshlab turib bilyapman. Pastga borgan sari ochar boradi uzum. Biz ishlatdik. Bu yo'lni ham sepsada tezlashtirib yuboradi, qizartirish. Biz ranishida uzumda ishlatib ko'rdik, tezladi. Bu yerda ham bir marta ishlagan. Mana sezib turibdi, bir marta ishlagan. Faqat bular aytishdi-ku, narx-navoslashicha. To'g'ri, narx-navosi endi o'sha nimasiga yarasha-da. Sifatli narsa narxi sal balandroq bo'ladi. Lekin effekti yaxshi bo'ladi. Bu shaftolida, o'sha pomidor bodrinchilar shunday ham bilishadi. Shaftoli, olma, guloschilar ham yaxshi bilishadi superkan uchun. Yana endi bu bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu ekalak toza narsa, zahar emas. Ha, septiz orqasidan kimyo preparat, mana nima uchun nurel sepilib bular nima qilishadi? U stress qilib quraytiryapti. Nurel sepib. Aslo mumkin emas. U mumkin. Aslo mumkin emas. Odam iste'mol qiladigan narsa yo'q. Chunki to'ppa-to'g'ri. Mana bu stress bo'lgani uchun qiynalib turib qizaryapti-da u. Stress buni fondi hujayra kelishini bo'lib to'xtatib qo'yadi. Stressga tushgandan keyin. Endi bu avtomatik o'zi qizarib ketadi. Avtomatik qizarib ketadi. Bunaqa stress bilan qizartirish o'zi noto'g'ri narsa. Buni o'zi ozuqalari bilan kelishtirib qizartirish kerak. Bu berayotgan superkamiz bu giberlin emas, uskaritel emas. U kaliyli o'g'it. Faqat shuni qizartirib tezlashtirib pishirib beradi. Yaxshi.